Tojikistondagilar qo'ylardan keldi. Tojikistonning parodasi mana haqiqiy urug'qa naslga zo'ridan keldi. Laykni mixlab qo'yamiz. Endi shamolga akajini ovozimiz texnik nosozliklar bor. Uzr so'raymiz. Videoni oxirigacha like bosib qo'yasiz. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun haftaning seshanba kuni, bugun 4-noyabr 2025-yil biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Xo'ja mozordamiz. Rustamjon akamizni qo'ralari ekanmiz. Xudo xohlasa bir ikki partiya ozgina tozgan, lekin udar qo'ylarimiz bor. Shular chiroyli syomka qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi Rustam akamning ovozlari pastroq eshitilar, shamol qattiq bo'lyapti akalar. O'shanga o'zim qaytarib pavtor qilib turaman. Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi aka? Shamollar bilan aka. Rahmat. Tuzimsiz? Xudoga shukr aka. Qo'ylar zo'r kelibdi-yana, ha? Ha, qo'ylar anguslari keldi. Mashallah. O'tgan safar sog'liqlarda akalarim deyman, ha? Sog'liqlarda o'sha sog'liqlarning partiyasidan shu. O'sha sog'liqlar partiyasidanmi? Zo'r ekan, lekin nechta keldi? Nimalar chiqadi bugun? Bugunga chiqadigan hayojonim, mana shu 66 ta qo'chqarimiz bor. Ha. 20 tacha sog'lig'imiz bor. Hozir yetib kelganlari. Yetib kelganlar. Yana qo'yimizni davomi yo'lda yetib kelyapti. Xudo xohlasa bugun kechgacha ular Yana davom bor kelyapti. davomi bor kelyapti. Hozir 66 ta qo'chqa bilan nechta sog'liq bor? 17 ta sog'liq, 18 ta sog'liq bor. Shulardan men boshqa bular. Xuddi mana shuni sog'liqlari. Mana shu sog'liqlardan 17-18 sog'liq bor ekan. Laykni mixlab qo'yasizlar akalar. Hammasi ular yemini yeb turgan, lekin qo'zni naslga oladiganlar bo'lsa akalar olib qo'ying mana. Qo'ylar hammasi dumbalar tikka. Bu tagi qaytdiki o'zi? Bu Tojikistonning qo'yi bu. Tagi, ha? Tagi Tojikiston. Tojikistonniki ekan. 100% Tojikistonniki deyishdi. Har doim Rustam akamdan so'raganda Surxondaryoga bo'lsa Surxondaryoga deyishardi, Qashqadaryo bo'lsa Qashqadaryo, Tojikistondan kelsa Tojikistonniki deyishar ekan. Qo'ylar lekin Hayajon o'zi mutaxassislari biladi. qo'y boqib yurganlar, ha? Deyish kerak yo'q. Qo'y boqib yurgan mutaxassislar bilan ana qo'yda qarang aka. Mashalloh, dumbana qarang aka. 80 kilo chiqadimi? Oshiq. Oshiqmi? 90 kilo qo'riladi, 85 kilo chiqadi kamida. 85 kilo aka, tirik vazn aka. Lekin o'zichoq bu. Mashalloh, qo'ylar qarang. Umuman tayda paxtasi yo'q, ha? Yo'q. Paxtajini yo'q. Zo'ridan deganlarga-da. Qashqa ham udar ekan ular. Bo'ylar akalar 85, 80 plus minus deylik akalar. 80 minus minus. Minus endi juda kam bo'lsa kerak, ammo qo'ylarimiz zo'r ekan bu. Bu 66 tami? Bu 66 bosh. 66 bosh ekan. So'raganlarga bir dona qora ko'ki bor. Bir dona ekan. Dumba oyoqlari ko'k, o'rtasi qora, kalla quloqlari ko'k ekan bu qo'yda qarang aka. Urug'likka, nasl nimaga olib qo'ying, qurbonlikka. Hamma narsaga yarashaveradi. Nuqsoni yo'q, ha? Ayib nuqsoni yo'q qo'ydi. Ayib nuqsoni yeb ichishi Eng zo'r. chempionlari. Yana akalar. Eng kichkasi qancha 75 kilo chiqadimi? Kichkina chiqadi, ha. 75 kilo. Aslida chiqadi. Qo'yda qarang aka. Ana bu. Sifat qarang. Yalalar. Bular ham kelishgan. Bundan ortiq bo'lmasa kerak. Kartinkada. Oling naslga aka. Ariqda qarayapti. Iliklarni qarang, qalinligini ularda. Mana kashlarni qarang. Mashalloh. Mana qo'ydi qarang. Ko'rchga o'xshab ketdi. Bular katta bo'lib, ha? Rasam maromigacha 1 metrga borar ekanda, ha? 1 metrga boradi. 95 metrga bo'ladi. 95 1 metrgacha boradigan qo'ylar akalar mana. Iligi, suyagi o'ta ham qalin, xudo xolasa. Qarang. Sifatni qarang, o'zi qo'ylar aytib turib. Kelib ko'rib oling aka, qo'yni ustida kelib ko'rganingiz yetmaydi. Videoda katta kichik ko'rinadi, lekin bunaqasi hadam ham kelavermaydi, urug' boplari. Bular soda-soda tugaydi, keyin kichik ariqlari keladi keyin akalar. Buni nima deydi? Saralanganlari ular, eng saralanganlari. Rustam aka qanchadan deymiz bularda? Ancha 6,5 million desek bo'ladi. Optimga? 6 6,5 million so'mdan. Nima deysizlar aka? Kami bor. Kami bor. O'tib berasiz. O'tib beramiz, ha. Qanchadan o'tib berasiz? Bo'laydigani qancha Rustam aka? Qo'lga tegishi, bo'lishi. Buni 50 100 ming oldi qochdi menimiz hayajon. Ha. Bitta gapiraman. Buzmas oladigan odamimiz 62 dan bo'ldi bor baraka qo'y. 6 million 200 dan, ha? 6 million 200 dan. Lekin 10 millionlik qo'yim ham bor ekanlar. 6 million 200 ming so'mdan akalar hammasini bir joyga o'tib ketar ekan, qarang. 62 dan. Nima dedingiz? Ammo qo'ylar dahshat ekanda aka. Yemini siz izlagan qo'ylar ekanda bu yerda. Mana qo'y. Mana qarang, mashalloh. Ilikda qarang aka, mana. Bunga xabar berursiz. Mana qarang. Gap yo'q. Tanlab olsa qanchagacha bor? Eng kichinasi o'zingiz chiqarib bersangiz qancha? O'zlari olsa qanchadan? 10 milliongacha qo'y bor. 10 milliongacha qo'y bor. 10 milliongacha qo'y bor. 10 million so'mgacha qo'y bor ekan Qo'yib akalar. ketadi shunikida. Ana.
Eng kichkisi qancha chiqarib beradi o'zingiz? Ikkita 3 ta olaman degan urug'ga, hammasi ham urug'ga yaraydi bular. Hamma sen urug'ga tuyishga. Ichida bor 5 million 6 million pastda qo'y bor. Ha. 5 million 700 mingdan chiqarib beraman, 3 ta 4 ta. 5 million 700 dan. 5 million 700 dan 5 ta qo'y chiqarib beraman. 5 million 700 dan 5 ta qo'y chiqarib berishgan akalar. Qolgani 10 milliongacha qo'y bor ekan. Qo'yg'i suyug'iga 62 danmi? 62 dan. 6 million 200 ming so'mdan akalar mana bor baraka bo'ldi. Lekin qo'y kilosiga ham to'g'ri kelaveradi. So'yib olaman degan odamga so'yib ham beraman shu qo'yni ichida terib. Qanchadan so'yib berasiz terib? 135 mingdan so'yib beraman. Ana 135 million. Hali qo'y qimmat, bu degan odamga 135 mingdan so'yib ham beraveraman. 135 dan so'yib ham berishaverar ekan. Aka mana kelsangiz go'sht yog'ini kelishasiz. 135 kiloga ham kelaveradi aka. Kilosiga javob beradi qo'y. Buni qo'ydi qarang aka. Shamol sizlarda ham bo'lyaptimi akalar? Shamol qattiq bo'lyapti-yu. 135 mingdan so'yib berishadi akalar, o'zlari terib ichidan 10 milliongacha tanlab oling. 50 kilodan kam kelmaydi. Oshli yuki bor 50 kilodan. 50 kilodan oshadi ana qo'ydi qarang. Chiroyli boqilgan, quruq yemaygan ekanda aka qarang. Qo'ydi qarang sifatda. Aniqlarni qo'yib sortida. Ha. 6 million 200 ming so'mdan akalar dastavkasi hammasini o'zi O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi aka. Buzmasdan. Bu joyga yetkazib beraman. Biz bu joyga borib beraman deyapti. Shoshiling aka, siz o'ylar o'tirincha tugaydi aka. Obuna bo'lib qo'ying, ko'pchilik videomizni 1-2 kundan keyin sotilib bo'lgandan keyin ko'ryapti. Aldayapsizlar, yolg'on video chiqaribsizlar deyshadi. Obuna bo'lsangiz o'sha video sirazi yetib boradi. Internetingiz yoniq bo'lsa, hozir 10 minut oldin qo'ydingmi, 10 minut oldin sizga yetib boradi. O'ng tarafda mana shu yerda podpisatsiya tugmasi bor, o'ng tarafda mana shu yerda. O'shani bitta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Internet yoniq bo'lsa bo'ldi, sizga video yetib boraveradi. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti-da, bir kun, 2 kun udobleniylar kechib boradi, bir xilgisiga 4 soat, 5 soatda boradi, har xil vaziyatda bo'lib qolyapti. Bu obuna bo'lmaganligingizdan. Obuna bo'lsangiz birinchi bo'lib boradi sizga. Sog'liqlar akalar, sog'liqni qarang, jonivorni, mashallah buni qarang. 17 akalar endi bu tekdan nimasiga bu nima deydi? Davolarni qo'tirmasi u, chiqqan nimasi, juni chiqdi boshlabdi u. Tektasida bor ekanda, u yaxshi bo'lgan aka, tuzalgan ular. Unisiga garantiya berilar akalar. Unisi to'xtagan, hali bir-biriga yo'qib ketmaydimi deganlarga yo'qmaydi, u to'xtagan ekan. Xudo xolada kelib ko'rib olaverasiz. So'g'liqlar ham udar ekan. Qo'chqorlarni hamtanalar akalar mana. 17 tami? 17 bosh. 17 bosh akalar. Qo'chqor qo'ysa qochadimi hozir Rustam aka? Ziyoda boshi bo'ldi. Qo'chqormi yurib a? Hozir esa bir tekis qochyapti. Buni davomi ham bor. Ana bo'ldi aka. Nima deyapti? Qanchadan deymiz Rustam aka bularni? Ularni hayotjon 5,5 milliondan. Kami bor. 5,5 milliondan. 5,5 milliondan bo'lsa 5,5 million so'mdan kam bor ekan. Bir joyga, ammo zo'r ekan akalar. Qanday havasman qo'yi. Junni qarang bularni. Bizga odamniki. 52 dan bermaysizmi? Yo 52 da kam ular. Ha? Siz tushib beraymi bo'lmasam? 5 million 200 dan bering bir joyga hammasini. 54 dan beraman, hayotjon. 5 million 400 danmi? Mana qarang. Ichida unaqa vashing baqotar ham bor. O'ylashdi aka. O'zi ozgina uchun Bitta mashin bor ekan, murnidan nimasi bor hech ekan. narsa qilmaydi u, ziyoni yo'q. Va? Ana qo'y. Haqiqiy tozasi uchun. Mana ham qarang. 17 dona. Tanlab olsa-chi? Tanlov 5,5 milliondan bo'lishi. Bo'lish ya? Ha. 53 dan beraymi bo'lmasam bir joyga hammasini 17 tasini. Hammasini olsa 53 dan beraman, tanlov olsa 5,5 milliondan. Ana akalar, 5 million 300 ming so'mdan hammasi tanlab olsangiz 5,5 million so'mdan tanlab olasiz ekan, bir joyga ketsa 5 million 300 ming so'mda Samarqandgacha boradimi? Samarqandgacha yetkazib beraman. Samarqandgacha akalar dastavkasini yetkazib beriladi. Yeb ichidan nuqson aybi yo'q ekan. Sog'liq zo'r, dahshat qo'ydi yeb ichi. Hammasi udar akalar, mana qochib qolibdi, hozir qo'chqarda yuribdi-da, yana bir qo'chqar qo'shib qo'yasiz ko'nglingiz bo'lmasa. Xudo xolasa ham zo'rlar ekan, qarang. Uzoq yillar bolasini olib berasiz ularni. Qadrli obunachilar, shuning bilan syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelaverasizlar, lekin qo'chqarlar zo'r keldi akalar. Addush obunachilarga tavsiya qilaman, yuraydan. Uruq qolaman deganlar akalar telefon qiling mana. Pul yengildan so'raganlarga men aytaman, qanchadan bular? Ular 5 milliondan berib yuboradi. 5 milliondan ham qo'ylar bor ekan akalar mana ichida. Ola go'sht bular ham hozir aqiqa marosim yaraydi, yemlayman deganlarga. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar.